Men o'zim Toshkentda yashayman, oilam va uyim ham shu yerda. Hozirda Marg'ilonda ishlashni boshladim. Dushanbadan jumaga qadar Marg'ilondaman. Shanba va yakshanba Toshkentda. Marg'ilonda o'zim bilan o'g'lim yashaydi. Men namozlarimni qanday tartibda o'qiyman? Shunga oydinlik kiritib bersangiz iltimos. Alhamdulillah va salatu va salamu ala sayyidina Rasulillah. Agar ular Toshkentni endi umrim oxirigacha shu yerda yashayman deb asli vatan qilib olgan bo'lsalar, Marg'ilonga borganlarida o'sha 4 rakatli namozlarni qisqartirib, qasr qilib 2 rakatdan o'qiydilar. Garchi bu yoqda ozroq turayotgan bo'lsa ham, bu yoqda ko'proq turayotgan bo'lsa ham, bu joy Toshkent asli vatani, vatan asli bo'lgani uchun bunda to'liq o'qiladi. Marg'ilonda misol bu yerda 5 kun turgan taqdirda ham 5 kun, 15 kun turaman desak-ku muqimga aylanadi, lekin 15 kundan kam holatda turishligi u kishini musofir hisoblanishiga sabab bo'ladi va o'zi o'qiyotgan vaqtda 2 rakat o'qiydi. Lekin o'sha shaharni imomiga, o'sha masjidlarda iqtido qilganda tabiiyki 4 rakat o'qiyveradi. Vallohu a'lam.